Qarzdor odam ko'chada yurgan bo'lsa ham oyog'i bilan o'zi aslida oyoqlari bog'langan bo'ladi, deyapti. Buni haqiqatini o'sha yoshlar katta pulni olib, bo'yniga qarzni ilib, pachag'i chiqqandan keyin inay biladi. O'zi avvalgi hayotim zo'r edi ekan. Yegani yelim, kiygani kapan bo'lib, ko'chaga chiqa olmasdan, hayotidan osoyishtalik ketgandan keyin aytadi, o'zi hayotim zo'r edi ekan deydi. Sufyon as-Savri aytadi: "A'zamun nasi hamman al-madyunu." Eng katta g'ami bor odam kim? Qarzdor odam deyapti. Ibn Qayyum Zodul Ma'odda aytadi: qarz insonning dindorligini zaiflashtiradi va dunyoda xor qiladi. Boya darsni boshida aytdim, albatta hammamizda ham atrofimizda odamlar bilan muomalamiz bor, haqqimiz bor, qarzimiz bor, insonmiz bo'ladi hammada. Lekin eshitib qo'yinglar, ayniqsa yoshlar, qanchaligi muhim emas, qarzingiz bormi? Shu qarzingiz ishingizni amallab, ilgarilab ketishlikdan to'sib turadigan to'siq bo'ladi. Soddaroq qilib aytsak, qarz ishingizni orqaga tortadi.